Türkiye'nin 3. çoğun savdo sheriki bo'lgan Xitoy Türkiye'nin tinchlik bulg'i harakatini to'xtatish kerakligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Gong Shuang Türkiye tarafidan Suriyaning shimoliga ilib berilayotgan tinchlik bulg'i harakati haqida to'xtaldi. U harakatning to'xtatilishi va Türkiye'ning to'g'ri bo'lgan yo'lga qaytishi haqida chaqiriq qildi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping oldingi kuni Xitoyni parchalamoqchi bo'lganlarni hukm talqon qilib o'tadiganligini aytib tahdid solgan edi. Bu vaqt so'z qilgan Sharqi Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash Xitoyga qattiq norozilik bildirdi va mundaq dedi: Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib, jinoyatning eng cho'ngini qilayotgan Xitoy xijil bo'lmasdan Turkiyaning bexatar rayoni hosil qilib, davlatidagi Suriyaliklarni yerlashtirishga qarshi chiqyotdi. Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib, boyliqlarni talon-taroj qilgan va xalqini qirg'in qilgan Xitoy, sen oldi bilan Sharqi Turkistondan yo'qol. Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qarshi inson qilipidan chiqqan jinoyatlarni qilayotgan Xitoyning Guangdong o'lkalik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Shu Xiaohua va hamkorligidagi hay'at Turkiya Buyuk Millat Majlisini ziyorat qildi. Sahiya, oila va ijtimoiy xizmatlar komiteti boshlig'i Chanel 7 yildiz uchrashishda qilgan so'zida mehmon hay'at bilan majlisda kun tartibidagi masalalarni muzokara qilish uchun jam bo'lganligidan mamnun bo'lganligini bildirdi. U yana Turkiya bilan Xitoy orasidagi iqtisodiy hamkorlikning ikki davlat manfaati uchun taraqqiy qilishning muhimligini ta'kidladi. Ko'zatchilar Xitoyning bu yo'chin faoliyatlarining ayni vaqtda Sharqi Turkistondagi yo'chin harakatlariga o'xshash ekanligini aytdi. Azerbaycanning poytaxti Bakuda o'tkazilgan Turk kengashi 7-chi navbatlik oliy darajaliklar yig'inida jam bo'lgan har qaysi Turk jumhuriyatlarining rahbarlari bu davlatlar orasida hamkorlikqa aloqador muhim uchurlarni berdi. Azerbaycanning sohibxonligida o'tkazilgan yig'inga Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston rahbarlari qatnashdi. Yig'inga yana ko'zatchi sifatida Vengriya bosh ministri Viktor Orban bilan Turkmaniston bosh ministri Porli Agamoradov ishtirok qildi. Iqtisodiy va strategik temalar o'tirg'i qo'yilgan yig'in xulosa dokladida tinchlik bulg'i harakatini qo'llaydiganligi tilga olindi. CNN televiziya boshlig'i Jeff Zuckerning ommaviy taratqularda oshkorlangan maxfiy hujjatda xodimlardan Amerika prezidenti Donald Trumpga qarshi huquqidan ilib tashlash haqidagi xabarlarga ahamiyat berishi kerakligini aytganligi oshkorlandi. Ommaviy taratqularda oshkorlangan bir ovoz hujjatida uning chislasi aniq bo'lmagan bir yig'inda qilgan so'zida boshqalari men uchun muhim emas, faqatla Trumpning tekshirishiga markazlashinglar deganligi o'ttirg'i chiqdi. Shuning bilan birga Zuckerning bu yuzlanishning Trumpning vazifasidan ilib tashlanishiga qarab mengayotganligini ta'kidlab, Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi Graham bilan yaqin bo'lgan xizmatchilardan uning bilan aloqasini o'zishni talab qilganligi o'ttirg'i chiqdi. Turkiyaning Suriyaning shimolida terrorlik tashkiloti PKKga qarshi boshlagan tinchlik bulg'i harakati davomlashmoqda. Turkiyaning harbiy harakati sababli Germaniya, Fransiya, Norvegiya, Finlandiya, Gollandiya va Chex Turkiyaga qurol setishni to'xtatgan edi. İspaniya bo'lsa vaziyat yana jiddiylashsa, Turkiyadagi vatanparvar nomli mudofaa sistemasini qaytarib ketadiganligini e'lon qilgan edi. Angliya parlamentida parlament a'zolarining savoliga javob bergan Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab Turkiyaga qurol eksport qilish ruxsatnomasini davomli holda diqqat bilan tekshirib turyapmiz. Suriyadagi harbiy harakatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan hech qanday yangi qurolning eksport qilinishiga ruxsat qilmaymiz dedi.